har doim ham sotuvga chiqavermaydigan uylarimizdan biri bo'lgan Chilonzor tuman 5-kvartalda joylashgan 4 xonali uyimizni bugun birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ushbu ko'rib turganlaringiz uyimiz 1-xonamiz, mehmonxona qismi, o'zining yumshoq mebellari, loft uslubidagi mebellari ko'rib turganlaringdek va televizorlari bilan birgalikda. Bu yerda esa balkon qismimizni oshxona bilan birlashtirib olgan, o'tira ovqatlanish uchun stol stullari va kuxonlik garniturlarimiz ko'rib turganlaringdek kerakli barcha mebel va texnikalarni yaxshi sifatlisidan qo'yilgan. Ko'prik pol sistema bilan ta'minlangan ko'rib turganlaringdek. Uyimiz g'ishtli bo'ladi. Umumiy maydoni 80 metr kvadrat. 4 qavatli binoni 3-qavatda joylashgan. Gilamli eshikdan kirib kelish, stroyni shkaflari va xonalarimiz hammasi alohida joylashgan bo'ladi ko'rib turganlaringdek. Yuqorida aytib o'tganimdek, doim ham sotuvda topavermaydigan uyimizdan bu. Yosh bolalar xonasi, tetik xona o'zining kravatlari bilan, shkaflari. Bu yerda esa radiatorli spalni ko'rib turganlaringdek. Uyimizga rang va sifat uyg'unligiga alohida e'tibor berilgan ko'rib turganlaringdek did bilan ta'mirlangan uyimiz. Razdельный sanuzolimiz. Bu yerda esa 4-xonamiz, 2-kattalar yotoqxonasi umumiy hisobda. Ushbu uyimizda mo'ljalga keladigan bo'lsak, Chilonzor tuman 5-kvartal Novza metrogacha bor yo'g'i piyoda 5 daqiqalik masofada joylashgan ushbu 4 xonalari alohida joylashgan uyimizda avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan uyimizning egalari videoda ko'rgan barcha mebel va texnikalaring bilan birgalikda 129.960 dollar narxlashmoqda. Agarda kimgadir qiziq bo'lsa, opsioniyadagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.